Alaykum. Yani mayizni elashga, vakuumda tozalashga, bedim qilishga dumchasini oladi bu. Cho'plab dumchasini olib beradi. Bu elayotgan vaqt ishlatiladi, bu bedim qilayotgan vaqt. Bu narsa elektron jihozlar bilan jihozlangan, ichki tomonlariga o'zgarish kiritilgan. O'tgan yilgidan boshqacharoq qilib yasaganmiz. Effekti zo'r, yaxshi chiqaryapti. Soatiga kamida 1 tonna, bo'lmasa 1,5 tonnagacha haydaydi. Vibrator variant. 220-380 xohlagan razmerga, xohlagan tokka ulab beraveramiz. Bu vakuum. Vakuum ichida har xil xashaklarni so'rib oladi. Tush yeganlarni so'rib oladi. Mana o'z ichida mezlari ham bor ekan, ishlatib ko'rganmiz. Mana shunaqangi tush yegan, puch narsalar so'rib oladi. Xolta kiygizib qo'yiladi. 4 ta ishlanaveradi. Elaklar tezlik bilan almashadi. Bu narsadan legrupka qilib almashadi. Orqa tomondan chiqarib olinadi, ikkita g'alvir almashadi. Balandda ikkita bitta qotib turadi joyida. Bittasini o'libga qotib turibdi joyida. Bu almashadi, bu almashadi. Sotuvda bor hozir. Tayyorlab qo'yganmiz. Bu elak varianti. Xuddi shuni elak varianti. Bular xuddi shunday. Ikkita setkasi almashadi. Vakuum bor. Vakuum kuchaytirib yasalgan. Bu yoqdan to'kib olinadi. Yomonlari. Bular shunday bochkasiga o'zgarishlar kiritganmiz. Bular shunday 380-220 ishlayveradi. Mayizni bedim qilishda отдельно. Elashda отдельно. Elak varianti bu. Talchoq bilan elaydi oldinga. Mayizda osasan o'zi shunaqangi narsa qo'yib ishlanadi. Talchoq bilan olib kelmasa, masalan, pastroq sort mayizlar yurmay qoladi. Vibrator kuchlanish yetmay qoladi. Quruq mayizga vibrator bo'laveradi. Endi narxlari farqida, narxlari o'ynayveradi. Masalan, bu pastroq narx undan. Bu sal balandroq, chunki buni motorlari qimmatroq, shu uchun narxlari balandroq. Sotuvda bor ikkovidan ham. Bunisi tayyor, mana elak varianti 3 qator. Bunisi tayyor vibrator varianti. Ichkarida yana yasayapmiz. Har xil setkalarimiz bor. Xohlagan razmerda setkalarni qo'yib beramiz. Mayizni mayda, iri ajratib olaveradi. Olmoqchi bo'lganlar, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefonlar 97lik 921 21 32. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.